Samarqand viloyati Ko'ktarmoq tibbiyot markazi gematologiya markazida davolanayotgan bemor Shodmonova Ozoda 12 yil mobaynida bizda yilma-yiliga bosqichma-bosqich davolanib turadi. 12 yil oldin kelgandagi ahvoli juda og'ir ahvolda edi. Hozirgi kunda bemor ahvoli juda ham qoniqarli. Bemor o'zi bemalol kirib chiqib, sog'liq bo'yicha shikoyatlari ancha kamaygan. Bemorni bizning davolanish jarayonimizdagi bo'lgan fikrlari, takliflari, talablari, istaklarini birgalikda eshitib ko'rishimiz mumkin. O'zing yaxshimisiz? Ancha yaxshi qoldingizmi? Ablusiya Bansani vrachlarining davolanishi sizga qoniqarli bo'lyaptimi yoki yo'qmi? Albatta qoniqarli. Ablusiya Bansiga birinchi marta kelyapti. Adashmasam 12 yildan beri men kelaman. Shu birinchi kelgan kundan bugunga taqozoga bizim albatta faqat menga hamma uchun qoniqarli bo'lishi kerak. Birinchi paytda kelgan o'sha Ablusiya Bansida endi u tarixga aylangan. Hozir kelganda umuman taqqoslash endi sal qiyinroq. Hamma tomonlama islohot bo'lgan bu yerda. Masalan, o'sha Pestillerle oddiy masalan pestillerle yo'q bo'lsa o'sha vrachlarni oddiy hamshiralarni uchta qilayotgan o'sha muolajalarda vrachlarni mana masalan kutib olishi masalan men 12 yildan beri kelayotgan bo'lsam qanday tushuntirishga bilmayman o'zimni uyimdan uyimga kelganda kelaman o'sha bir hafta yotish kerakmi yoki 10 kun yotish kerakmi o'sha jarayonda masalan o'zimizga bemor kelgan bo'lsa o'ylab ko'rib chiqib ketaman. Men atrofni kuzataman. Bemorlar orasida ko'rmayapman unday shikoyat bilan yoki norozilik bilan ketganlarni. Endi hamma joyda ham bo'ladi, ozmi ko'pmi, hamma sohada ham bo'ladi, qiyinchilik, hamma sohada ham bo'ladi. O'ziga yarashaman. Lekin men ko'ryapmanki o'sha bemorlar tomonidan bo'layotgan injiqliklarga hammasiga juda chiroyli munosabat qilyapti. O'sha oddiy hamshira gapni sanitariyadan tortib endi vrachlar haqida gapirmas. Men juda xursandman. Ablusiya Bansani faoliyatidan o'sha bosh vrachimizga o'sha katta jamoani boshqarib, o'sha xalqimizni, yurtimiz salomatligini mana undan kelgancha oilab asrab muhofaza qilib turgan o'sha vrachdan tortib oddiy xonimlargacha hammani Xudoyim Allohni panohida asrasin. Nasib qilsa Allohning nazarlarida tutsin, duomani akimdib donoridan bersin. Ilohi Xudomandan kelgan hamma bemorlar mana shu yerda tuzalib ketsin. Mana shu dargohda ishlayotgan vrachlarimiz jahon darajalariga yetsin. Jahon darajasi kam joyi yo'q. Jahon darajalariga yetsin. Sizga katta rahmat. Rahmat. Muammo bo'lsa, shikoyat bo'lsa, bemalol kelaverasiz, aytaverasiz, murojaat qilasiz. Xo'p, ya'ni muammoga yo'l bo'lsin. Xo'p, rahmat sizga katta. Shikoyatimiz shu. Kasallar kamaysin. Xo'p. Iloyim, sizlar sog' bo'linglar, omon bo'linglar, el xalq koriga yana beringlar. Xudoy xudoman o'sha yana ham aytaman jahon darajasiga yetib olinglar. Yetib olinglar, sog' bo'linglar. Allohu akbar. Rahmat.